Assalomu alaykum, bo'lajak haydovchilar. Bugungi video darsligimizda biz qo'shimcha axborot yo'l belgilarini o'rganamiz. Umumiy to'liq va tushunarli ma'lumotlar beramiz. Bu bilimlar sizni imtihonni muvaffaqiyatli o'tishingizga qo'shimcha yordam beradi hamda yo'llarda qoidalarni buzmasdan harakatlanish uchun muhim. Xo'p, umumiy belgilar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz bu yerda. Qo'shimcha axborot belgilari ushbu belgining asosi oq, ichida yozuvi, ramziy tasvirlari va yo'naltirgichlari qora rangda bo'ladi. Qo'shimcha axborot belgilari qaysi belgi bilan birga qo'llanilsa, bevosita shu belgining tagida o'rnatiladi va shu belgiga aniqlik kiritadi. Ya'ni umumiy masofasi qanchada yoki qancha vaqtdan keyin boshlanadi, o'shalarni ogohlantiradi. Ogohlantiruvchi, imtiyoz taqiqlovchi, buyuruvchi axborot ishora yo'l belgilarining tagida mazkur qo'shimcha axborot belgisi belgilanishining o'rnatilishi, uning ta'sir oralig'ini, yo'nalishining vaqtini, turini ko'rsatadi. Qo'shimcha axborot belgilarining vazifalari: qo'shimcha axborot belgilari boshqa yo'l belgilari bilan birga qo'llaniladi. Yolg'iz o'zi qo'llanilmaydi ko'p holatda. Ular aniqlik kiritish yoki ularning ta'sirini cheklash uchun qo'llaniladi. Har bir belgining nomlanishi va ma'lum bir belgilar bilan o'rnatiladi. Xo'p, birinchisi 7-1 obyektgacha bo'lgan masofa. Belgi qora hoshiyali, to'g'ri to'rtburchak shaklda, to'rtburchak markazida obyektgacha bo'lgan masofa, ya'ni bu yerda 300 metrdan ko'p, undan kam bo'lishi mumkin. Umumiy o'sha obyektgacha bo'lgan masofa yozilgan bo'ladi. Xo'p, bu belgi endi umumiy haydovchilarga manzilni, masalan, xavfli yo'lga 300 metrdan keyin xavfli yo'l boshlanishi mumkin yoki keskin burilish boshlanishi mumkin yoki tunnelga kirish yoki estakada boshlanishi mumkin bo'lgan masofani eslatadi. Masalan, taqiqlovchi belgilarni bilan bu holatda cheklovchi, taqiqlovchi belgi o'rnatilgan joyda emas, balki biroz keyinroq belgida ko'rsatilgan masofadan keyin kuchga kirishini bildiradi. Masalan, shu belgi o'rnatilgan bo'lsa, taqiqlovchi belgining pastki qismida shu joydan taqiqlamaydi, 300 metrdan keyin ta'sir qiladi. Hozirgi keyingi rasmlarda shuni ko'ramiz batafsil. Xo'p, bu yerda mana ta'mirlashlar olib borilyapti 60 metrdan keyin. E'tibor bersangiz, belgi ogohlantiruvchi belgining pastki qismida o'rnatilgan. Bu 60 metrdan keyin ta'mirlashlari olib borilayotganini ko'rsatyapti. Bu yerda sun'iy notekislik, bu ham xuddi shunday 60 metrdan keyin sun'iy notekislik borgan. Mana bu joyga 60 metrdan oldin qo'yilyapti. Belgi masofagacha bo'lgan, belgining masofasigacha bo'lgan joyini ko'rsatadi shu yerda. 60 metrdan keyin bor degan. Xo'p, hozir aytdim buni, masalan, taqiqlovchi belgilar bilan bu holatda cheklovchi, taqiqlovchi belgi o'rnatilgan joyda emas, balki biroz keyinroq belgida ko'rsatilgan masofadan keyin kuchga kirishini bildiradi. Ya'ni mana bu yerda mana belgi qo'yilyapti 300 metrdan keyin, haydovchi 300 metrdan keyin shu quvib o'tish qoidasiga amal qilish kerak bo'ladi. Hozir aynan shu yerda kuchga kirmaydi belgi, 300 metrdan keyin kuchga kiradi. Bu yerda ham xuddi shunday qayerda o'tish joyi bor deyapti. 200 metrdan keyin qayrilib olishingiz mumkin deyapti. Shunda haydovchi chetki chap tasmani tanlashi kerak bo'ladi. Qayrilib olishiga 200 metr qoladiganligini qo'shimcha ravishda ogohlantiryapti. Belgi aholi yashash joylarida 50-100, aholi yashash joylaridan tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatiladi. Keyingisi 7-1-2 obyektgacha bo'lgan masofa. Agar chorrahada yoki kesishma oldida 2-5 to'xtamasdan o'tish taqiqlanadi yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa, ushbu qo'shimcha axborot belgisi 2-4 yo'l bering belgisi bilan birga o'rnatilib, to'xtab o'tish shart bo'lgan chorrahagacha bo'lgan aniq masofani ko'rsatadi. Bu yerda mana stop 250 metr deyapti. 250 metrdan keyin sizga to'xtash kerak ekanligini ogohlantiryapti. Mana bu yerda yo'l berasan 250 metrdan keyin deyapti. Shunda haydovchi mana bu 2-5 to'xtamasdan o'tish taqiqlanadi belgisiga yaqinlashib keladiganligini qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Bu yerda yetarlicha ko'rinmas joy ham bor. O'ng tomonda yetarlicha ko'rinmaydi haydovchiga yoki chap tomonda maxsus qurilish joylari yoki o'rmonlarning ichida bo'lganda ko'rinmaydi yetarlicha.
4 yo'l belgisi bilan birgalikda o'rnatilib, to'xtash joyi shart bo'lgan chorrahagacha bo'lgan aniq masofa ko'rsatiladi. Demak, hozir mana bu stop belgisigacha 250 metr borligini yo'l bering belgisini tagida qo'shimcha ravishda o'rnatilib ogohlantiradi bizga. Ya'ni 250 metrdan keyin to'xtaysan, to'xtashing shart bo'lgan belgiga kelasan deb ogohlantiryapti. Keyingisi 713, 714 obyektgacha bo'lgan masofa. Bu belgilar ham xuddi shunday, obyektgacha bo'lgan masofani ogohlantiruvchi belgilar bilan yo'lning xavfli qismida burilishi oldida qo'llaniladi. 5.1, 5.3, 5.15 belgilar bilan birga ko'rsatilayotgan obyektlarda burilish oldida va 5.16, 5.17 yo'l belgilari bilan yaqin orada piyodalar o'tish joyigacha bo'lgan masofani ko'rsatadi. Xo'p, endi ko'ramiz bu rasmlarda mana to'xtab turish joyi 100 metr o'ngga deyapti. Bunisida mana asosiy magistral yo'lga chiqmoqchi bo'lsak, demak 300 metr o'ngga deyapti. Bunda notekis yo'l 100 metr o'ngda notekis yo'l borligini qo'shimcha ravishda ogohlantiryapti. Bu yerda avtomobillar harakatlanish 300 metr chapga shu belgilar bilan qo'shimcha ravishda o'rnatilishi mumkin. Keyingisi xo'p, piyodalar tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi bor. Qatnov qismini piyodalar kesib o'tadi 100 metr o'ngda. Bunda ham xuddi shunday, yoki yer osti o'tish yo'lagi bor piyodalar 300 metr chapda. Endi bu belgilar bilan ham qo'yilishi mumkin, ya'ni tibbiyot muassasasi bor chap tomonda 200 metrda yoki to'xtab turish joyi bor 100 metrda deb qo'yilgan bo'lishi mumkin. Endi ta'sir oralig'i. Bu belgi umumiy tushunchasini hozir aytamiz. Xo'p, ushbu qo'shimcha axborot belgisi ogohlantiruvchi, taqiqlovchi, buyuruvchi axborot ishora belgilar bilan birgalikda qo'llanilgan holda o'rnatilgan belgilarning ta'sir oralig'i masofasini ko'rsatadi. 722 ta'sir oralig'i ushbu qo'shimcha axborot belgisi faqat taqiqlovchi, jumladan 327 to'xtash taqiqlangan, 328 to'xtab turish taqiqlangan, 329 oyning tog' kunlarida to'xtab turish taqiqlangan, 330 oyning juft kunlarida to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilari bilan birgalikda qo'yilib, ularga amal qilish kerak bo'lgan oraliq masofani ko'rsatadi. Xo'p, 723 ta'sir oralig'i ushbu qo'shimcha axborot belgisi faqat taqiqlovchi, jumladan 327, 328, 329 va 330 belgilari bilan birgalikda qo'yilib, bu ham xuddi shunday masofasini ko'rsatadi. Demak, mana bular hammasi o'rnatilishi mumkin. Ta'sir oralig'idan qancha masofada. Bu endi yo'lning uzunligini ko'rsatadi, umumiy. Ta'sir oralig'i uzunligini ko'rsatib beradi. Xo'p, endi maydon, binolarning oldida va kengliklar bo'ylab hamda shunga o'xshash joylar chetida to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan bo'lsa, ushbu qo'shimcha axborot belgilarining taqiqi, ta'sir oralig'i masofasi va yo'nalishini ko'rsatadi. Bizga qo'shimcha ravishda ta'sir oralig'i va qaysi tomonda ekanligini ko'rsatib beradi. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin. To'xtab turish taqiqlangan 327 belgisi bor. Mana bunda 327 to'xtash taqiqlangan belgisi bilan birgalikda qo'yilyapti. Ya'ni 300 metrgacha to'xtash taqiqlangan. Bunda oyning tog' kunlarida 30 metrgacha to'xtab turish taqiqlangan. Xo'p, keyingisi 328 to'xtab turish taqiqlangan belgisi. Bunda ham umumiy masofasini bildiradi. 30 metrgacha to'xtab turish taqiqlangan. Bunda ham umumiy masofasini ko'rsatadi, qancha masofagacha ekan. Shunda haydovchi umumiy taxminiy masofani o'lchab, shundan keyin to'xtab turishi mumkin bo'ladi. Lekin hozir 30 metrgacha to'xtab turishi mumkin emas. Keyingisi 723 va 723 ning vazifasi nimada? Yo'l belgisi, mana bu 327 yo'l belgisi to'xtash taqiqlangan belgisining ta'siri shu yerda tugaganligini bildiradi. Ya'ni shu yerda belgining ta'siri tugadi. Belgidan o'tib turib to'xtab tursa bo'ladi haydovchilar. Bunda esa hali belgining ta'siri doirasi davom etyapti, hali tugamadi degan ma'noda qo'yilyapti. Mana bu yerda hali tugagan emas, davom etasan haydovchi deb ogohlantiradi. Mana bu belgida strelka pastga qaraganda tugagan bo'ladi. Ta'sir doirasi shu yerda tugagan bo'ladi. Haydovchi keyin to'xtab tursa bo'ladi. Xuddi shunday qolgan belgilar bilan ham 327, 328, 329 va 330 belgilarida qo'yilishi mumkin. Bu yerda 10 minutgacha to'xtab turish mumkin. Ya'ni
siz 10 minutgacha yo'lovchilarni tushirib olishingiz mumkin. 10 minutdan ortiq mumkin emas, taqiqlanadi. Xo'p, endi keyingilari 7.2.5 va 7.2.6 bular endi obyektgacha bo'lgan. Obyektning qaysi tomonda joylashganligini ko'rsatyapti qo'shimcha ravishda. Masalan, to'xtash taqiqlangan 30 metr o'nggacha. Bundan ham to'xtab turish taqiqlangan 30 metr o'ngda. Shunda haydovchi o'ngga burilgandan keyin 30 metrgacha to'xtab turishi yo to'xtashi taqiqlanadi, mumkin emas. Xo'p, 7.2.5, 7.2.6 ta'sir oralig'i. Ushbu qo'shimcha axborot belgilari faqat taqiqlovchi, ya'ni 327, 328 to'xtab turish taqiqlangan, 329 oyning tog' kunlarida to'xtab turish taqiqlangan hamda 330 oyning juft kunlarida to'xtab turish taqiqlanadi va 5.15 to'xtab turish joyi yo'l belgilari birgalikda qo'yiladi. Maydon va binolarning oldida va kengliklar bo'ylab hamda shunga o'xshash joylar chetida to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan bo'lsa, ushbu qo'shimcha axborot belgilari taqiqning ta'sir oralig'i, masofasi va yo'nalishini ko'rsatadi. Qo'shimcha ravishda ko'rsatib beradi. Demak, bizda hozir oyning juft va tog' kunlarida to'xtab turish taqiqlanadi. Chapga 40 metrda deb ko'rsatyapti. Keyingisi 7.3.1, 7.3.2 va 7.3.3 ta'sir yo'nalishlari. Belgilar qora hoshiyali, to'g'ri to'rtburchak shaklda, to'rtburchak markazida belgilarning ta'sir yo'nalishlari ko'rsatuvchi qora strelkalar, ya'ni mana bu strelkalar qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, belgilar chorraha oldida o'rnatilgan belgilarning ta'sir yo'nalishi yoki bevosita yo'lning yaqinda joylashgan manzillarigacha harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. Belgilar bir-biriga birdan faqat strelka yo'nalishi bilan farq qiladi. Ya'ni chapga, o'ngga yoki chapga birdan qo'yilgan bo'lsa, shunisi bilan farq qiladi. Qolgani bilan farq qilmaydi, deyarli bir xil. Xo'p, boshqacha qilib aytganda, asosiy yo'l belgilarining ta'siri ushbu belgilar bilan birgalikda ko'rsatilgan yo'nalishlarga amal qiladi. Xo'p, bu yerda mana yuk avtomobillari o'ng tomonga kirishi taqiqlanadi, harakatlanish taqiqlanadi chapga, asosiy yo'l o'ngga va chapga avtomobillar uchun deyapti. Mexanik transport vositalarida bunda ham xuddi shunday. Ya'ni qo'shimcha ravishda bizga yo'nalishini ko'rsatib beryapti. O'ngga yoki chapga yoki ikki tomonga ham o'ngga yoki chapga ham bo'lishi mumkin. Faqat yoki o'ngga bo'lishi mumkin yoki faqat chapga bo'lishi mumkin. Belgilarni umumiy bu belgiga qo'shimcha ravishda ma'no kiritib beradi. Ya'ni shu chap tomonga harakatlanish mumkin emas. 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillar o'ng tomonga harakatlanishi mumkin emas deb qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Xo'p, ushbu belgilar bilan birgalikda qo'yilishi mumkin yoki bu belgi bilan birga ham qo'yilishi mumkin. Bunda ham ko'rsatyapti, ya'ni chatda tramvay, temir yo'l kesmasi bor ekanligini ogohlantiradi bizga. Xo'p, endi bu yerda hozir bu yuk avtomobili o'ngga yoki chapga kirishi harakatlanish mumkin emas, taqiqlandi, faqat to'g'riga ketish kerak. Bu belgida ham xuddi shunday, o'ngga harakatlana olmaydi. 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan avtomobillar bu belgida ham xuddi shunday chapga harakatlana olmaydi. Xo'p, keyingisi 4.1, 7.4.10 va 7.4.1 transport vositalarining turi. Ya'ni bu yerda transport vositalarining turlari qo'yilgan. Yuk avtomobili, tirkamali avtomobillar, yengil avtomobillar, avtobuslar, traktorlar, mototsikl va velosipedlar. Belgilar ta'siri joriy etilgan transport vositalari turini ko'rsatadi. Yo'l belgisi 7.4.1 to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarining yo'l belgisi. Keyingisi 7.4.2 to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lmagan yuk avtomobillariga va traktorlarga hamda shatakka olinayotgan mexanik transport vositalariga yo'l belgisi. Keyingisi 7.4.3 yengil avtomobillarga hamda to'la vazni 3,5 tonnadan kam bo'lgan yuk avtomobillarga yo'l belgisi. Keyingisi 7.4.4 ya'ni mana bu yo'nalishli transport vositalari, yo'nalishli transport vositalariga. Keyingisi 7.4.5 traktorlar, o'zi yurar uskunalar, mana bu. Keyingisi 7.4.6 mototsikllar va motokajavalarga bunisi. Keyingisi 7.4.7 velosipedlarga. Xo'p, keyingisi 7.4.8 xavfli yuk avtomobillariga. Mana bu xavfli yuk avtomobillariga. Keyingisi 7.4.9 tashqi manbadan zaryadlanish mumkin bo'lgan elektromobillarga va gibrid avtomobillarga. Bunisi. Keyingisi 7.4.10 yo'nalishsiz yengil taksilarga.
yo'nalishsiz yengil taksilarga. Bu belgilar qo'shimcha ravishda ma'no beradi belgilarga. Xo'p, hozir bularni ko'rib chiqamiz. Demak, to'xtash taqiqlangan 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga, xo'p, o'ngga harakatlanish taqiqlangan yengil avtomobillar va 3,5 tonnadan kam bo'lgan yuk avtomobillariga. Xo'p, endi qo'shimcha ravishda mana bu yerda tirkamali yuk avtomobillari to'g'riga harakatlansin deyilyapti. Xo'p, avtobuslar faqat to'g'riga harakatlansin deyapti. Endi bu yo'nalishli transport vositalarga tegishli bo'lmasligi mumkin, chunki ular yo'nalishi o'ng tomonda bo'lsa, ular harakatlanadi, lekin qolgan avtobuslar harakatlanishi mumkin emas, taqiqlanadi. Bu yerda traktorlar faqat to'g'riga harakatlanadi. Bunda mototsikllar faqat to'g'riga harakatlanadi, o'ngga harakatlana olmaydi. Bunda ham velosipedlar o'ngga harakatlansin. Qo'shimcha ravishda shu belgilarga qo'shimcha ravishda ma'no beradi, ya'ni qaysi tomonda qaysi avtomobillar, aynan qaysi turdagi avtomobillar, velosipedmi, traktormi, yuk avtomobilmi yoki mototsikllarmi, yengil avtomobillarmi, qo'shimcha ravishda bizlarga yordam beradi bu belgi harakatlanishimiz uchun. Xo'p, endi bu yerda mana xavfli yuk avtomobillari faqat to'g'riga harakatlanish, yo'nalishsiz taksilar faqat o'ngga. Xo'p, elektromobil va gibridlar, tashqi manbadan zarar oladigan elektromobil va gibridlar faqat o'ngga harakatlansin deyapti. Shu qo'shimcha ravishda ma'no beradi belgiga. Unchalik qiyin emas, faqat qo'shimcha takrorlab o'rganib olish kerak bo'ladi. Videoda qayta eshitib, shu joylarini skrinshotlar qilib olib o'rgansangiz bo'ladi. Yordam beradi Xudo xolasa. Xo'p, keyingisi 7-5-1 shanba va yakshanba va bayram kunlari. Xo'p, bu belgi nima uchun kerak? Shanba, yakshanba, bayram kunlari belgisi qora hoshiyali to'g'ri to'rtburchak shaklida to'rtburchakning markazida ramziy qor parchasi qizil yulduzcha tasvirlangan. Xo'p, endi belgi shanba, yakshanba kunlari nima qiladi? Ta'siri faqat shanba, yakshanba, bayram kunlariga amal qilishini ko'rsatadi. Qolgan kunlarda bu belgiga amal qilinmaydi. Xo'p, boshqa kunlar shu belgiga amal qilinmaydi. Shanba, yakshanba, bayram kunlari belgi haftaning shanba va yakshanba kunlari, shuningdek qonunchilikda belgilangan bayram kunlarida harakatlanishga ma'lum tartib va qoida kiritish, harakatni cheklash yoki taqiqlash maqsadida buyuruvchi, taqiqlovchi axborot ko'rsatgich belgilari bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin. Buyuruvchi, taqiqlovchi axborot ishora belgilari bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin. Endi o'sha qonunchilikda qachon bayramda belgilangan bo'lsa, o'sha kunlarga qo'llanadi va shanba, yakshanba kunlariga ham tegishli bo'ladi. Endi nima bo'lyapti bu yerda? Piyodalar harakatlanadi shanba, yakshanba, bayram kunlari. Bu yerda mexanik transport vositalari, ya'ni yengil avtomobillar harakatlanishi taqiqlanadi shanba, yakshanba va bayram kunlari. To'xtab turish mumkin shanba, yakshanba, bayram kunlari. Xo'p, bu yerda mana ko'rsatilyapti. Asosiy yo'l belgisi bor, lekin qatnov qismining bu tomonida yengil avtomobillarda shanba, yakshanba, bayram kunlari kirishi mumkin emas, taqiqlanadi. Boshqa kunlari kiraversa bo'laveradi bemalol. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunday to'xtash taqiqlanadi shanba, yakshanba, bayram kunlari. Endi shanba, yakshanba, may oyining 9-chi mana bu yerda ko'rsatilyapti. May oyining 9-chi sanasi bayram kuni, demak bu yerda to'xtash taqiqlanadi, mumkin emas. 10-sanada to'xtab turaversa bo'laveradi. Ya'ni bayramdan keyin mumkin. Xo'p, keyin yana qachon? Shanba, yakshanba kuni mumkin emas. To'xtab turish bu yerda to'xtash. Xo'p, keyingisi 7-2-5 ish kunlari. 7-2-5 ish kunlari qora hoshiyada to'g'ri to'rtburchak shaklda, to'rtburchakning markazida qora rangli ikkita bolg'acha X shaklida tasvirlangan. Xo'p, 7-2-5 ish kunlari belgisi ma'lum bir belgilar bilan o'rnatiladi va bu belgi faqat ish kuni deb hisoblansa-da, hisoblangan kunlarga, ya'ni ish kunlari qachon bo'ladi? Dushanbadan jumagacha bayram kunlaridan tashqari amal qilishini bildiradi. Ya'ni dam olish va bayram kunlari haydovchi ushbu belgi bilan o'rnatilgan belgilar talablariga rioya qilishlari shart emas. Ish kunlari belgisi haftaning ish kunlarida harakatlanishga ma'lum tartib va qoida kiritish, harakatni cheklash, taqiqlash maqsadida buyuruvchi, taqiqlovchi axborot ko'rsatish belgilari bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin. Xo'p, endi bu yerda mana avtomobillar harakatlanadi. Qachon?
ish kunlari dushanbadan jumagacha. Mototsikllar harakatlanishi taqiqlanadi ish kunlarida. Bunda ham xuddi shunday. Ish kunlari qachon? Dushanbadan juma kunigacha harakatlanadi deyapti. Bu yerda ham xuddi shunday harakatlanish yo'nalishli avtobuslarga, yo'nalish transport vositalariga ish kunlarida dushanbadan jumagacha harakatlanadi deyapti. Xo'p, keyingisi 7-5-3 hafta kunlari. Bu belgi ham endi bizga qo'shimcha ravishda axborot beradi. Ish kunlari ishora belgilar bilan birgalikda qo'yiladi, ya'ni buyuruvchi va axborot ishora taqiqlovchi belgilar bilan birgalikda qo'yilib, u transport vositasi haydovchilarga asosiy belgi haftaning qaysi kuniga tegishli ekanligi va qaysi kunlarda unga amal qilish kerakligini ko'rsatadi. Demak, dushanba, chorshanba yoki haftaning boshqa kuni yozilgan bo'lishi mumkin, seshanba, chorshanba yozilgan bo'lishi mumkin, yoki payshanba, juma yozilgan bo'lishi mumkin, yoki faqat dushanbani o'zi yozilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, shunda mana harakat to'g'riga harakatlanasan dushanba, chorshanba kunlari. Demak, qolgan kunlari shu yerga kirsak bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday, mana juma kuni o'sha joyga masjidlarning oldida qo'yishingiz mumkin avtomobilingizni. Qolgan kunlarda qo'ymaysiz bu yerda. Xo'p, keyingisi 7-5-4, 7-5-7 amal qilish vaqti. Xo'p, 7-5-4 dan to 7-5-7 gacha amal qilish vaqti belgilari qora hoshiyali to'g'ri to'rtburchak shaklda to'rtburchak markazida mos ravishda belgining amal qilish vaqti ko'rsatilgan. Xo'p, belgida endi amal qilish vaqti haftaning qaysi kuni, qaysi soatlarda amal qilishini ko'rsatadi. Amal qilish vaqti belgilari ma'lum bir vaqtda ko'rsatadi. Haftaning kunlari yoki ma'lum bir vaqt oralig'i va bu belgilardan biri bilan o'rnatilgan belgi faqat ko'rsatilgan vaqt davomida amal qiladi. Xo'p, 7-5-4 belgisi, ya'ni bunisi belgi u bilan birga o'rnatilgan belgi haftaning har kuni, lekin belgida ko'rsatilgan vaqtdan mahalliy vaqt bilan harakatni tartibga solishni anglatadi. Ya'ni har kuni mahalliy vaqt bilan 8 dan to kechki 17:30 gacha amal qilishini ko'rsatadi. Xo'p, 7-5-5 belgisi haydovchi u bilan birgalikda qo'llanilgan belgi faqat shanba, yakshanba yoki bayram kunlarida belgida ko'rsatilgan vaqtda qo'llanilishi mumkin ma'lum qiladi. Ya'ni shanba, yakshanba va bayram kunlari 8 dan 17:30 gacha. Bu belgi bilan bu belgining farqi nimada bo'lyapti? Bu har kuni, bu shanba, yakshanba va bayram kunlari. Keyingisi 7-5-6 belgisi bilan o'rnatilgan belgi faqat ish kunida va faqat belgida ko'rsatilgan vaqtda amal qilish haqida axborot beradi. Demak, ish kuni dushanbadan jumaga 8 dan 17:30 gacha amal qilishimiz kerak bu belgiga. Keyingisida 7-5-7 belgisi u bilan birga o'rnatilgan belgi ta'siri unda ko'rsatilgan kun, vaqt amal qilishini ko'rsatadi. Amal qilish vaqti belgilar turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Haydovchi faqat belgilarning ishlash tartibini eslab qolishi kerak. Ya'ni bu belgi bilan birga o'rnatilgan belgilarning aniq amal qilish vaqtini ko'rsatadi. Demak, faqat dushanba kuni 8:30 dan 9:30 gacha, 8:30 dan 9:30 gacha amal qilishingiz kerak dushanba kuni. Qolgan kunlarda emas. Xo'p, bunisida har kuni shanba, yakshanba dam olish kunlari, bayram kunlari. Xo'p, ish kunlari bunda haftaning qaysi kuni yozilgan bo'lsa, dushanba bo'lishi mumkin, seshanba, juma, farqi yo'q. Haftaning qaysi kuni yozilgan bo'lsa, o'sha kunda ishlanadi. Endi aytishlaringiz mumkin, shanba, yakshanba kuni bor-ku bunda. Demak, shanba, yakshanba kunlari bunda yozilmaydi. Demak, dushanba yoki seshanba, chorshanba, juma kunlarigacha yozilishi mumkin. Balki yozilishi ham mumkindir, aynan kerak bo'lsa agar. Xo'p, mana bu yerda to'xtash, turish taqiqlanadi. Har kuni soat 8 dan 12:30 gacha. Bunda har kuni bo'lyapti. Demak, bunda esa-chi shanba, yakshanba, bayram kunlari 8 dan to 12:30 gacha. Bunda esa endi ish kunlari 8 dan 12:30 gacha. Bunda faqat dushanba kuni, 8:30 dan 9:30, ya'ni 1 soat oralig'ida siz shu yerda nima qilasiz, to'xtab turishingiz taqiqlanadi, mumkin emas. Umumiy belgini o'rganib olish oson. Qor parchasi bo'ldimi, shanba, yakshanba, bayram kunlari. Mana bu bolg'achalar bormi, ish kunlari, ya'ni ishlash maqsadida bolg'acha qo'yilgan. Bunda hafta kuni yozildi. Demak bo'ldi, haftaning aynan o'sha kuniga. Hafta kuni ham qor parchasi ham yoki bolg'achalar ham yo'qmi? Demak, har kunga amal qiladi bu belgi. Xuddi shunday mana bu yerda mana 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan avtomobillari har kuni 8:00 dan 12:30 gacha shu yerda harakatlanish mumkin emas, taqiqlanadi deyapti. Bunda ham xuddi shunday shanba, yakshanba, bayram kunlari 8 dan 12:30 gacha to'xtab turish taqiqlangan. Bunda 300 metrgacha, belgidan 300 metrgacha dushanba kuni faqat 1 soat oralig'i, ya'ni 8:30 dan 9:30 gacha to'xtash taqiqlanadi, mumkin emas.
300 metrgacha, belgidan 300 metrga. Chunki bu belgining uzunligini ko'rsatib beradi bizga qo'shimcha ravishda. Xo'p, keyingisi 761, 769 gacha. Bu endi transport vositalarining to'xtab turish joyida qo'yish usuli. Qanaqa usulda ko'rsatilgan bo'lsa, shu usulda qo'yish kerak bo'ladi haydovchilar. Xo'p, ushbu belgi 515 to'xtab turish joyi belgisini birgalikda transport vositalarining trotuar yaqinidagi to'xtab turish joyiga qo'yish usulini ko'rsatadi. Ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Ya'ni qo'yish usulini qanaqa usulda qo'yish kerakligini bizga qo'shimcha ravishda ko'rsatadi. Xo'p, 761 barcha transport vositalarini to'xtab turish uchun yo'lning qatnov qismida trotuar yoniga qo'yish usulini ko'rsatadi. 762 769 trotuar yonida to'xtab turish joyiga yengil avtomobillar, mototsikllarda qo'yish usulini ko'rsatadi. Mana bular hammasi yengil avtomobillar, mototsikllar to'xtab turish mumkin. Xo'p, mana bunda esa 761 da barcha avtomobillar mumkin. Barcha avtomobillar. Bu bilan qolganlarini farqi nimada? Bunda hamma avtomobillar qo'yish mumkin. Yuk avtomobillari ham, traktorlar ham, o'zi yuradigan mexanizmlar ham hammasi qo'yish mumkin. Lekin mana bu usullarda esa 762 dan 769 gacha bo'lgan mana bularda hammasida yengil avtomobillar va mototsikllar qo'yish mumkin. 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobillari ham qo'ya olmaydi. Faqat yengil avtomobillar qo'ya oladi. Xo'p, endi bu yerda qanaqa usulda qo'yilgan bo'lsa, mana 515 belgisi bilan to'xtab turish joyi belgisi bilan qanaqa usulda qo'yiladi. Demak, trotuarga chiqarib qo'yish kerak ekan bu yerda. Bu yerda esa orqa tomoni bilan yarmigacha chiqarib qo'yish kerak deyapti. Bu yerda old tomoni bilan qo'yish kerak deyapti. Bu yerda mana old tomoni bilan qisman chiqarish kerak. Bunda esa barcha transport vositalari qo'ysa bo'ladi. Ya'ni 761 da. Xo'p, keyingisi 707 dvigatelni ishlatmasdan to'xtab turish joyi. Xo'p, ushbu qo'shimcha axborot belgisi 515 to'xtab turish joyi yo'l belgisi bilan birgalikda qo'yiladi. Belgi ekologik muhitni tozaligini saqlash maqsadida ushbu to'xtab turish joyida transport vositalariga dvigatelni o'chirilgan holda to'xtatib turishga ruxsat etilganligini ko'rsatadi. Ya'ni dvigatelni o'chirilgan holda to'xtab turishga ruxsat etilganligini ko'rsatadi. Ya'ni siz avtomobilingiz yoniq bo'lmashi kerak. Ya'ni o'chirib qo'yishingiz kerak bo'lgan shu yerda. Xo'p, keyingisi 708 pullik xizmat ko'rsatish joyi. Ushbu qo'shimcha axborot belgisi 515 to'xtab turish joyi yo'l belgisi bilan birgalikda qo'yiladi va to'xtab turish joyiga pullik ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni 10-15 minutgacha pullik bu yer deb. Xo'p, keyingisi 709 to'xtab turish muddati cheklangan. Ya'ni siz to'xtab turgan joyingizda muddat cheklangan. 30 daqiqagacha yoki 10-20 bo'lishi mumkin. Bu belgini tagida qaysi belgini, ya'ni ko'pincha 5-15 to'xtab turish yo'l belgisi bilan birgalikda avtomobillarning qisqa muddatli ommaviy tashrif buyuradigan obyektlarda to'xtash joyida maksimal to'xtab turish muddatini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Xo'p, jamoat obyektlari atrofida hududlarga birinchi navbatda avtomobil bilan tashrif buyuruvchilar tomonidan talab etilgan talabi katta bo'ladi. Sport inshootlari, kinoteatrlar, savdo majmualari va boshqa obyektlar atrofida ba'zan nafaqat tashrif buyuruvchilar oqimi sababli, balki ular boshqarib kelgan transport vositalarining ko'pligi sababli ham tirband bo'ladi. Xo'p, endi nima qilish kerak? To'xtash joylarida optimallashtirish, foydalanish va ulardan transport vositalari sonini tartibga solish uchun to'xtab turish joyi belgisi va to'xtab turish muddati cheklangan belgilar bilan birgalikda qo'llaniladi. Belgilar haydovchilarga transport vositalarining belgilangan joylarda to'xtashning maksimal muddatini ko'rsatadi. Boshqacha aytganda, haydovchi belgilarga bilan belgilangan muddatda to'xtash uchun vaqti chegaralangan, ya'ni cheklanganligini bildiradi. Xo'p, bu yerda mana ko'rsatilyapti. To'xtab turishimiz mumkin shu yerda, faqat qancha vaqtgacha? 30 daqiqagacha. Undan ortiq mumkin emas. Bu 30 daqiqa bo'lishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin, bundan kam bo'lishi mumkin, 50 bo'lishi mumkin, 60 bo'lishi mumkin, lekin vaqti cheklangan baribir. Xo'p, keyingisi avtomobillarni ko'rikdan o'tkazish joyi. Xo'p, belgi 710 avtomobillarni ko'rikdan o'tkazish joyi belgisi qora hoshiyali to'g'ri to'rtburchak shaklda, to'rtburchak markazida estakada ustida turgan qora avtomobil rangli yengil avtomobil tasvirlangan. Ya'ni mana estakadaning ustida yengil avtomobil tasvirlangan. Xo'p, bu belgi
5-15 to'xtab turish joyi yoki 6-11 dam olish joyi belgisi bilan ko'rsatilgan maydonlarda estakada yoki ko'zdan kechirish chuqurlari borligini bildiradi. Ya'ni siz uzoq yo'llarga chiqadigan bo'lsangiz, shu belgilar bo'ladi. Avtomobilingizda qo'shimcha ravishda ko'zdan kechirib, bunda nosozlik bor yoki yo'q, qanaqa texnik muammolar bor yoki yo'qligini ko'rib, tezda ta'mirlash yengil bo'ladigan bo'lsa, shu ta'mirlab olishingiz mumkin yoki jiddiyroq nosozlik bo'ladigan bo'lsa, nima qilishingiz kerak bo'ladi? Uni kerakli joyga borib ta'mirlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi ruxsat etilgan to'la vazn cheklangan 7-11 belgi ta'sir ruxsat etilgan to'la vazn qo'shimcha axborot belgisidan ko'rsatilgan miqdordan ortiq bo'lgan transport vositalarini taalluqli ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni 15 tonnadan ortiq bo'lgan avtomobillarni shu yerga kirishi mumkin yoki mumkin emasligi ko'rsatilgan bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatilyapti. Unga harakatlanish mumkin emas 15 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillari. Qolgan avtomobillar harakatlanaversa bo'laveradi. Lekin faqat mana shu 15 tonnagacha umumiy vaznni shunda 15 tonnami 15 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobillari 15 tonnadan ortiq bo'lganlari bu tomonga mumkin emas, taqiqlanadi. Unda pastlari mumkin. Bu yerda qo'shimcha stereolikali yo'nalishlar bilan ko'rsatilgan. Ya'ni bu avtomobil qayerga bo'lishi mumkin, to'g'riga ketishi mumkin, chapga ketishi mumkin, lekin o'ngga bora olmaydi, chunki uni vazni 15 tonnadan ko'p. Vazn to'liq o'lchanadi, yuki bilan, yo'lovchilari bilan avtomobilning umumiy og'irligi 15 tonnadan ortiqmi mumkin emas harakatlanish. Xo'p, keyingisi 7-12 xavfli yo'l yoqasi. Qo'shimcha axborot belgisi yo'l ishlari bajarilayotgani sababli yoki yo'l yoqasida qurilish materiallarini tushirish va qurilish qo'shimcha mashinalarni qo'yish uchun foydalaniladigan bo'lsa, yo'l yoqasida chiqish xavfli ekanligi haqida ogohlantirish maqsadida foydalanadi. Xo'p, endi ta'mirlash ishlari belgisi bilan qo'llanadi. Ushbu belgilar talablarga amal qilmay, yo'l yoqasida to'xtagan yoki to'xtab turish uchun qo'ygan haydovchining avtomobil ta'mirlash ishlariga xalaqit berishi, yo'l yoqasida tushirilayotgan qurilish materiallari avtomobilga tegib ketishi, shikastlanishi va bu yerdagi ish bajarayotgan qurilish mashinalari harakatlanishiga xalaqit berish mumkin. Keyin yo'l transport hodisasi kelib chiqishi mumkin. Shu sababli mana ta'mirlashlar olib borilyapti. Siz yo'l yoqasida ta'mirlashlar olib borilgan maqsadda bu belgi qo'yiladi. Haydovchi ehtiyotkorlik bilan harakatlanish kerak bo'ladi. Chunki bu yerda qurilish ishlarida mana bu og'ir yuk avtomobillari yoki avtokranlar yuklarni olib o'tayotganda sizga xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot choralari bilan birinchi tasmadan hozir harakatlanmasdan mana bu tasmadan chetga chap tasmadan harakatlanishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi asosiy yo'lning yo'nalishi. Shu belgini yaxshi o'rganib olish kerak. Nima uchun bu belgi asosiy yo'l belgisi bilan, ya'ni 2-1 yo'l belgisi bilan yoki 2-4 yo'l bering belgisi bilan to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan yo'l belgilari bilan birgalikda qo'yiladi. Svetoforda yoki tartibga solinmagan, teng ahamiyatli bo'lmagan chorrahalarda qo'yilgandan keyin haydovchi nima qilish kerak bo'ladi? Asosiy yo'l yo'nalishini aniqlab olish uchun bu belgi bizga yordam beradi. Demak, mana bu qalin chizilgani asosiy yo'l yo'nalishi. Bu yerda endi chorraha tasvirlangan, ko'rgan bo'lsangiz, mana 4 tomonda harakatlanish yo'nalishi bor. Ya'ni strelka bilan ko'rsatib qo'yilgan. Demak, endi hozir bu yerda mana birinchi rasmdan boshlaylik. Xo'p, harakatlanish yo'li bu yerda endi 3 tomonlama ekan. Qalin chizilgan, mana qalin qora rangda chizilgani asosiy yo'l yo'nalishi. Mana bu yuqa chizilganlari esa ikkinchi darajali yo'llar bular. Bunda ham xuddi shunday. Bunda ham xuddi shunday. Asosiy yo'l yo'nalishini ko'rsatyapti. Ana endi bunda o'rtada asosiy yo'l yo'nalishi ketyapti. Ikkinchi darajali yo'llar birinchisi o'ng tomondan, hozirroqdan keyin chap tomondan. Bunisida ham xuddi shunday asosiy yo'l yo'nalishi chap tomonda qiyalashib harakatlangan, bunisida esa to'g'ridan kelgan. Bunda ham to'g'ridan kelgan asosiy yo'l emas. O'ngga burilish asosiy yo'l. Xuddi shunday bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishi mumkin, ya'ni mana bu strelkalar har tomonga o'zgarishi mumkin. Siz shu bilan bilib olsangiz bo'ladi. Asosiy yo'l yo'nalishi qaysi tomonda. Shundan siz asosiy yo'lda kim ketayotgan bo'lsa, o'sha avtomobil birinchi o'tish huquqiga ega bo'ladi. Endi bunda nima bo'lishi mumkin? Xo'p, asosiy yo'l yo'nalishi chorrahada o'zgarganda, asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llarda chorrahasidan o'tish qoidalariga amal qilishlari kerak bo'ladi. Agar siz shu yo'nalishda ketmasangiz, chorrahada o'zaro teng ahamiyatli yo'llarda harakatlanish qoidalariga amal qilishingiz kerak bo'ladi. O'zaro teng ahamiyatli o'tish qoidasi qanaqa? O'ng qo'l qoidasi ishlanadi.
o'ng qo'l qoidasi bilan o'tasiz. O'ng tomonda turgan avtomobilga yo'l berasiz. Xo'p, mana bu yerda o'rnatilyapti. Asosiy yo'l yo'nalishi chapga burilishda. Demak, qora avtomobil agar chapga burilsa, bu asosiy yo'l yo'nalishida bo'ladi. Demak, birinchi o'tadi chorrahadan. Endi bunda yo'l bering belgisi qo'yilyapti. Faqat kimga yo'l berasan deyapti? O'sha tomonda. Mana bu tomonda buriladigan avtomobillarga yo'l berasan, asosiy yo'l yo'nalishi shu tomonda deyapti. Bunda ham xuddi shunday asosiy yo'l yo'nalishi qora avtomobil shu tomonga o'ngga burilsa, o'sha yo'nalish asosiy yo'l deb ko'rsatilyapti. Mana chorrahada tasvirlangan qora chiziqlar bilan qalin chizilgani asosiy yo'l yo'nalishi. Qolganlari asosiy yo'l yo'nalishi emas, ular ikkinchi darajali yo'l bo'ladi. Endi agar mana bu qora avtomobil asosiy yo'l yo'nalishi bo'yicha harakatlanmasa, ikkita asosiy yo'lda turgan avtomobillar o'zaro teng ahamiyatli chorrahada harakatlanish qoidasiga amal qiladi va birinchi o'ng tomondagisini o'tkazib yuboradi. Asosiy yo'ldagilar birinchi, o'ng tomondagisi birinchi o'tadi. Keyingi chap tomonda turganisi ikkinchi bo'lib o'tadi. Endi ikkita yo'l bering belgisida harakatlanadigan avtomobillar ham xuddi shunday o'zaro teng ahamiyatli o'tish chorrahasiga amal qilib, birinchi o'ng tomondagisini o'tkazib yuboradi. Mana bu yerda ham xuddi shunday mana asosiy yo'l yo'nalishi ko'rsatilgan. Mana shu yo'nalish asosiy yo'l yo'nalishi. Endi bu svetoforlarda ham qo'yiladi. Qachonki svetofor ishlamay qolsa, siz yo'l belgilariga amal qilasiz. Agar svetofor ishlaydigan bo'lsa, iltimos adashmaysizlar shu savollarda. Svetofor ishlaydigan vaqtda siz yo'l belgilariga qaramaysiz. Svetofor tartibga soladi. Demak, bu tartibga solingan chorraha bo'ladi. Agar svetofor ishlamaydigan bo'lsa, tartibga solinmagan belgilar bor, asosiy va yo'l bering belgilari teng ahamiyatli bo'lmagan chorraha bo'ladi. Endi umuman belgilar bo'lmasa, teng ahamiyatli chorraha bo'ladi. Ya'ni tartibga solinmagan teng ahamiyatli chorraha. Hali chorrahalar mavzusida buni batafsil gaplashamiz, lekin hozir umumiy ma'lumot berib o'tib ketyapman. Xo'p, keyingisi mana endi bu yerda svetofor o'tgan zahoti 2.1 va 7.13 belgilari kuchga kiradi. Ya'ni svetofor o'tgandan so'ng kuchga kiradi bu belgilar. Asosiy yo'lning yo'nalishi chorrahada o'zgarganda, asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidalariga amal qilishlari kerak. Ya'ni teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llarda kesganda chorrahada relsiz transport vositalarining haydovchisi o'ngdan yaqinlashayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Bu qoida tramvay haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Bu nima degani? Tramvaylar o'zaro amal qiladi. Ya'ni ikkita tramvay bir-biri bilan yo'lda kesishyaptimi, o'ng qo'l tomonda turganiga tramvaylar yo'l beradi. Bu tramvaylarga o'zaro deganda tramvaylarni tushuningizlar. Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidalarga amal qilishlari kerak. Ya'ni ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanadiganlar ham, ya'ni ikkita yo'l beringda harakat qiladigan avtomobillar ham o'zaro o'ng qo'l qoidasi bilan o'tib ketadi. Ya'ni o'ng tomonda birinchi turgan avtomobil birinchi o'tib ketadi. Xo'p, bunday chorrahalardan keyingi harakat yo'nalishidan qat'iy nazar tramvay relsiz transportlarga nisbatan ustunlikka, ya'ni oldin o'tish huquqiga ega bo'ladi. Relsiz transportlar mana bular. Mana yengil avtomobil bo'lishi mumkin. Ularda rels bilan harakatlanmayaptimi? Hammasi relsiz transportlar bo'ladi. Relsli mana bu tramvay relsi bormi? Ular relsli transportlar bo'ladi. Xo'p, keyingisi 7.14 harakatlanish bo'lagi. Mazkur qo'shimcha axborot belgi harakatlanish bo'lagi ustida o'rnatilgan asosiy yo'l belgilari yoki svetofor bilan birgalikda qo'yiladi. Bu asosiy belgilarning ta'siri alohida harakatlanish belgiga tegishli ekanligini bildiradi. Xo'p, bunda nimani bilishimiz mumkin? Mana shu qo'yilgan tasmani, qaysi tasmani ustiga qo'yilgan bo'lsa, o'sha tasmaga amal qiladi. Ya'ni mana bu tasmada, chetki chap tasmada eng past tezlik 50 deyapti. Ya'ni bu yerda 50 bilan harakatlanish kerak. Mana bunda kirish taqiqlanadi. Qo'shimcha ko'rsatilyapti. Bunda yana belgi bor, yo'nalishli avtobuslar, ya'ni yo'nalish transport vositalari uchun. Qolgan transport vositalari bunga kirish mumkin emas. Qolgan avtomobillar ikkinchi, mana bu tasmalar birinchi va ikkinchi, avtobusni birinchi deb hisoblamaymiz. Endi birinchi va ikkinchi tasmalar. Agar avtobusni birinchi tasma deb bo'lsa, birinchi, ikkinchi, uchinchi, ikkinchi va uchinchi tasmalarda harakatlanish mumkin. Bu yerga kirishi mumkin emas, taqiqlanadi. Chunki taqiqlovchi kirish taqiqlanadi belgisi bilan qo'shimcha ravishda sterilga qo'yilgan. Shu tasmaga deb ko'rsatyapti. Xo'p, ko'zi ojiz piyodalar
belgi qora hoshiyali to'g'ri to'rtburchak shaklda, to'rtburchak markazida qora rangli ko'z oynak tasvirlangan. Mana bu markazdagi qora rangli ko'z oynak haqida gap ketyapti. Xo'p, 715 ko'zi ojiz piyodalar belgisi svetofor va 120, 515, 515 516 piyodalar o'tish joyi belgilari bilan birgalikda ko'zi ojiz piyodalar chiqib qolishi mumkin bo'lgan obyektlarga yaqin joylarda nima qiladi? O'tish joylari oldida qo'llaniladi. Xo'p, 715 belgisi va 120 piyodalar o'tish joyi ogohlantiruvchi belgilar birgalikda transport vositasi haydovchilariga ma'lum masofadan keyin aholi punktlarida 50-100, aholi punktlaridan tashqarida 150-300 metrdan keyin u ko'zi ojiz yoki ko'rish qobiliyati zaif piyodalar tez paydo bo'lishi mumkin bo'lgan piyodalar o'tish joyida yaqinlashayotganligini ko'rsatadi. Agar 715 belgisi va 516 piyodalar o'tish joyi belgilari bilan birgalikda haydovchiga aynan shu piyodalar o'tish joyining chegarasi ekanligini ko'rsatadi. Xo'p, endi gap nima haqida ketyapti bu yerda? Gapni cho'zib o'tirmayman buni, umumiy qilib tushuntirib boraman. Endi bu yerda nima? Gap shundaki, ko'zi ojiz yoki ko'rish qobiliyati zaif bo'lgan piyodalar nima qiladi? Ular baribir majburiyatni to'liq rioya qila olmasligi mumkin. Ya'ni yo'l qoidalariga, piyodalarning majburiyatlariga to'liq rioya qila olmaydi. Ular qayerdan kesib o'tish kerak, kimdir ularga yo'l ko'rsatmasa bilmaydi baribir. Chunki ularda ko'zi ojiz, bilmaydi. Shuning uchun xohlagan joyidan kesib o'tib qolishi mumkin ular. Shunda haydovchi mana shu belgi o'rnatilgan joyda nima qilish kerak bo'ladi? Ehtiyotkorlik bilan o'tib, ko'zi ojiz piyodalarga yo'l berish kerak bo'ladi. Ko'zi ojiz piyodalarga har qanday holatda yo'l berish kerak haydovchilar. Xo'p, mana bu yerda endi bular ko'proq o'tadigan joylarda yo'l belgilari o'rnatiladi. Ya'ni ko'zi ojiz piyodalar o'tadigan ko'proq, ya'ni o'shalar ko'zi ojizlar jamiyati bo'lishi mumkin yoki qandaydir o'quv markazi bo'lishi mumkin yoki o'quv muassasalari bo'lishi mumkin, ularga tegishli. O'sha joylarda ko'proq o'rnatiladi. Endi mana bu belgi bilan qo'shimcha ravishda o'rnatilishi mumkin. Xo'p, ko'zi ojiz piyodalar belgisidan foydalanadi. Shuningdek, yo'l harakati qoidalarining 110-bandiga asosan barcha hollarda, shu jumladan piyodalar o'tish joylaridan tashqarida ham haydovchi oq hassa bilan ishora berayotgan ko'zi ojiz piyodalarni o'tkazib yuborish kerak. Ya'ni 110-bandda shu savol tushishi mumkin tezda. Siz ko'zi ojiz piyodani oq hassa bilan ishora beryaptimi? Ularda ko'pincha o'zida oq hassasi bo'ladi. O'sha hassa bilan ishora berib o'tib ketyaptimi? Demak, siz har qanday holatda yo'l berishingiz kerak. Mustasno, hech qanday anaqalarsiz, istisnolarsiz yo'l berishingiz shart. Chunki ular piyodalarni to'liq majburiyatini bajara olmaydi ko'zi ojiz bo'lgandan keyin. Xo'p, keyingisi 716 nam qoplama. 716 nam qoplama belgisi qora hoshiyali, to'g'ri to'rtburchak shaklda, to'rtburchak markazida yomg'ir yog'ayotgan bulutning ramziy shakli tasvirlangan. Mana bu bulut, endi tomchilarda ramziy shakli tasvirlangan. Bo'ldi. Endi bu nam qoplama, ya'ni sirpanchiq yo'l belgisi bilan birgalikda o'rnatilib, haydovchiga qo'shimcha ravishda axborot beradi. Mana bu yerda 40 bilan harakatlaning, yuqori tezlik 40. Chunki bu yer nam, yomg'ir yog'ayotganda ayniqsa nam balandroq bo'ladi. Suvning yoqasi bor bu yerda. Haydovchi nima qilish mumkin emas. Quv o'chmas belgisi bilan ham qo'yilyapti. Chunki yo'l nam qoplamali. Tavsiya etilgan tezlik 40, nam qoplama bu yo'l. Endi sirpanchiq yo'l belgisi bilan ham qo'yilishi mumkin. Xo'p, keyingisi 717 nogironlar. Xo'p, 717 nogironlar belgisi qora hoshiyali, to'g'ri to'rtburchak shaklda, to'rtburchakning markazida nogiron bo'lgan shaxsning taniqli belgisi kabi aravachada o'tirgan nogiron bo'lgan shaxsning ramziy shakli tasvirlangan. Xo'p, bu belgi 515 to'xtab turish joyi belgisi bilan qo'llaniladi. To'xtab turish joyi yoki uning bir qismi yo'l harakati qoidalarining 176-bandiga muvofiq nogiron taniqli belgisi o'rnatilgan transport vositasi uchun ajratilganligini ko'rsatadi. Qoidalarga asosan 515 va 717 belgilari birgalikda o'rnatilgan to'xtab turish joylarida birinchi yoki ikkinchi guruh nogironlik bo'lgan shaxslar boshqarayotgan, shuningdek nogironligi bo'lgan shaxslarning yoki nogironligi bo'lgan bolalar tashiyotgan transport vositalari to'xtab turishiga ruxsat etiladi. Ya'ni nogironligi bo'lgan bolalarni, ya'ni nogiron bolalarni tashiyotgan transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etilganligini ko'rsatadi. Nogiron bo'lgan shaxslar uchun to'xtash qoidasi nafaqat avtomobillarga, balki mototsikl va aravachalarga ham tegishli. Ushbu
Xo'p, ushbu shaxslarga tegishli imtiyozlardan foydalanish uchun doimiy nogironlik tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak. Shuningdek, to'xtab turish joylarining nogironligi bo'lgan shaxslarning avtotransport vositalari uchun ajratilgan qismida nogironligi bo'lgan shaxslarning avtotransport vositalari uchun to'xtab turish joyini ko'rsatadi. Xo'p, gapni cho'zib o'tirmayman, umumiy maqsadga o'tamiz. Xo'p, bu yerda kim to'xtab turishi mumkin? Qo'shimcha ravishda ogohlantiryapti bizga. Qo'shimcha axborot belgisi nogironlik boshqarayotgan haydovchi to'xtab turishi mumkin. Bularga ko'pincha to'xtab turish joylarining bosh va oxirida joy ajratiladi. Ya'ni osonroq bo'lsin ulardan to'xtab turib yo chiqib ketishlariga deb turib. Bu yerda qolganlar to'xtab turishi mumkin emas. Insof bilan qolganlar uchun emas, bu yer faqat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun. Endi agar yer osti joylarida ham xuddi shunday. Ular uchun oson chiqib keladigan joylarda qo'yiladi. Bu yerga boshqa transport vositalarini haydovchilar, ya'ni nogiron bo'lmagan shaxslar qo'yishi mumkin emas. Ularda keyin nogironligini tasdiqlovchi hujjatlari ham bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi 7-18 nogironlar mustasno. Mana bu lenta qizil chiziq chizilgan. Xo'p, bunga nogironlarga tegishli emas, taqiqlovchi belgilar bilan birgalikda qo'llanishi mumkin. Bu esa mazkur taqiqlovchi belgilarning nogironlik taniqli belgisi o'rnatilgan transport vositalari motokajalarga amal qilmasligini anglatadi. Demak, bunday joylarda nogironlik taniqli belgisi bor haydovchilar to'xtashlari yoki to'xtab turishlari mumkin bo'ladi. Yo'l belgilari ma'no jihatdan o'zaro bir-biriga zid kelganda holda haydovchilar vaqtinchalik o'rnatilgan belgilarga amal qilishlari kerak bo'ladi. Ya'ni bir-biriga ma'no jihatdan zid kelyaptimi? Demak, vaqtinchalik yo'l belgisiga amal qilish kerak bo'ladi haydovchilar. Xo'p, bu yerda to'xtash taqiqlangan belgisi bilan qo'yilyapti, lekin bunda nogironlar mustasno deyapti. Nogironlar mustasno deyapti, faqat taniqli belgisi bo'lishi kerak, nogiron haydovchi bo'lishi kerak bu. Qolganlarga tegishli bu. Endi qolganlar boshqa haydovchilar bu yerda to'xtashi mumkin emas, taqiqlanadi. Faqat nogironlik taniqli belgisi bor bo'lgan haydovchi to'xtab turishi mumkin. Ya'ni transport vositasini boshqaradigan odam nogiron bo'lishi kerak. Taniqli belgisi ham bor, mana ko'rib turibsizlar. Bunda sariq o'sha haydovchiga mustasno bular to'xtasa bo'ladi. Keyingisi 7-19 foto va video qayd etish. Xo'p, foto va video qayd etish belgisi qora hoshiyali to'rt burchak shaklda bo'lib, to'rtburchak markazida qora rangli fotoapparat tasvirlangan. Endi bu yerda maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnik vositalari orqali qayd etilayotganligini bildiradi. Ogohlantiruvchi, imtiyoz, taqiqlovchi, buyuruvchi, axborot ishora belgilari bilan birgalikda qo'llaniladi. Buni endi ko'pchilik bilib olgan. Foto, radar bor, foto anaqa bor deb oson o'rganib olgan. Endi bu yerda avtomatlashtirilgan, bu siz buzgan yo'l qoidasini buzganliklaringizni avtomatik ravishda o'zi rasmga tushirib olib markaziy baza serveriga jo'natadi ma'lumotlarni. Siz chiziqlarni bosganliklaringizni, qizil svetoforlarni taqiqlovchi choralardan o'tib ketganliklaringizni hammasini avtomatik ravishda qayd qiladi. Xo'p, mana bu yerdan qo'yilyapti 50 dan yuqori harakatlanish mumkin emas. Foto va video qayd etish avtomatlashtirilgan tizim bor deb mana bu yerda mana ko'rsatilgan. Hammasi foto va video hammasi nazorat ostida degan ma'noda qo'yilyapti. Xo'p. Agar siz qoidani buzsangiz, mana bu yerda mana bu oq avtomobil sidirg'a chiziqni bosyapti. Endi bu qoida buzildi. Xuddi shunday buzilmashi kerak. Qoidaga, yo'l qoidalariga amal qilish hammamiz uchun, hayotimiz uchun ham, transport vositasini, mol-mulkimizni asrab avaylashimiz uchun ham kerak. Chunki bu anaqa jonimiz ham omonat bizga. Baribir siz yo'l transport hodisasini buzsangiz, kimlargadir jabr keltirasiz, o'zingizga moddiy va jismoniy anaqa bo'lishi mumkin, zarar bo'lishi mumkin. Shuning uchun yo'l qoidalariga amal qilinglar. Bu hozir aytgandek, siz qoidalarni buzsangiz, markaziy serverga yuboradi. Ular ma'lumotlarni saralab, avtomobillarni qaysi manzilda ekanliklari hammasini saralab, uylaringizga keyin anaqa nima deydi, vaqt xatini yuboradi. Xo'p, keyingisi 720 xavfli yuk. Xavfli yuk. Endi bu xavfli yuk, ya'ni bu yerda yozilyapti xavfli yuk sinfi 4-3 yoki 6-7. Qaysi guruhga tegishli bo'ladigan bo'lsa xavfli yuk, o'sha guruhi yoziladi. Endi bu xavfli yuklarni davlat namunasida GOST, ya'ni asosida xavfli yuklarni jami 9 toifaga bo'linadi. Birinchisi portlovchi moddalar va buyumlar.
o'q-dorilar, porox, raketalar, portlovchi moddalar. Ikkinchisi gazlar, havo, kislorod, propan, xlor, azot. Uchinchisi tez alangalanadigan suyuqliklar, benzin, moy, neft, kerosin, spirt. To'rtinchisi tez alangalanadigan moddalar va buyumlar, oltin gugurt, kaliy, alyuminiy. Beshinchisi oksidlanuvchi moddalar va organik peroksidlar. Keyingisi shuni anaqasi don, peroksid, aminiy, xlorid va o'g'itlar. Oltinchisi toksid va infeksiyali moddalar. Endi bu infeksiyali moddalar bo'ladi, ya'ni o'zi kerakli anaqa meditsina shunga o'xshash joylarda ishlatiladi. Yuqumli moddalar bo'lishi mumkin, dorilar, mishak deyapti, shunga o'xshaganlar. Keyingisi 7 radioaktiv materiallar. Uran, radioaktiv moddalar, yadroviy moddalar bo'lishi mumkin. 8-si korroziylanuvchi moddalar, bo'yoq, simop, kislota, gidroksid. 9 boshqa xavfli moddalar, buyumlar, dvigatellar, akkumulyatorlar, batareya va qutqaruv uskunalari bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingisi 721 evakuator ishlamoqda. Xo'p, bu belgi ko'pincha 327 va 328 belgisi bilan o'rnatiladi. Endi bu majburiy evakuatsiya qilinadi. Shu joyda siz agar shu belgi o'rnatilgan joylarda qo'ysangiz avtomobilingizni, majburiy sizni evakuatsiya qilib ketishini ogohlantiradi. Bu yerga qo'yib ketma, baraka topib, avtomobilim majburiy evakuatsiya qilinadi deb. Xo'p, shahar va shaharlarda evakuator ishlamoqda belgisi o'rnatilgan ko'p hududlarda mavjud. Belgi transport vositalarining to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan joylarda taqiqlovchi yo'l belgilari u bilan birga o'rnatilgan boshqa qo'shimcha axborot belgilari birgalikda o'rnatiladi. Bu hududda evakuatsiya xizmati ishlayotganligini bildiradi. Agar transport vositasi to'xtash va yoki to'xtab turish taqiqlangan joyida qoldirsa, u majburiy ravishda yo'l harakat xavfsizligi xizmati jarima maydoniga olib boriladi va haydovchiga jarima va mashinani to'xtash joyida saqlagan vaqt uchun to'lanish kerak bo'ladi. Ya'ni bizda stanka deydi, o'sha joyga ham siz har bir kuningizda pul hisoblaydi uni. O'sha kunidan avtomobilni chiqarib ketganicha jarimani to'lab, pulni to'lashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun taqiqlangan joylarga avtomobillarni qo'ymash kerak bo'ladi. Keyingisi to'siq 7 22 1 22 2 22 3. Mana bu o'ng tomonda, chap tomonda, bunisi o'rtada. Ya'ni to'siqdan qaysi tomonda bor ekanligini ko'rsatadi bizga. O'ng tomonda bo'lishi mumkin, chap tomonda bo'lishi mumkin yoki o'rtada bo'lishi mumkin. To'siqni o'ngdan yoki chapdan chetlab o'tish kerak, bunisida chapdan, bunisida o'ngdan. Chapdan hisoblasak, mana chapdan o'ngga qarab hisoblaymiz, pastga qaragan. Chapdan o'ngga qarab hisoblaymiz, tepaga qaragan. Bunisi demak o'ngdan chetlab o'tamiz, chapdan chetlab o'tamiz. Bunisida chapdan yoki o'ngdan chetlab o'tamiz. Hop, navbat bilan o'tish 723. Keyingisi 724 transport vositalarining davlat raqami. Ushbu to'xtab turish joyida faqat transport vositalarining davlat raqami yo'l belgisi ramzi tushirilgan bo'ladi. Faqat shu avtomobillar bu yerda to'xtab turishlari mumkin. Xo'p, mana bu yerda yozilgan to'xtab turish mumkin. Faqat mana shu yerda yozilgan avtomobillar 01 00mm 0102 shular yozilgan bo'lishi mumkin. Qolganlarga mumkin emas bu yerda. Keyingisi faqat xizmat avtomobillari 725. Faqat xizmat avtomobilgisi qora hoshiyali to'g'ri to'rtburchak shaklda, to'rtburchak markazida oq fonda lotin alifbosida faqat xizmat avtomobillari yozuvi yozilgan bo'ladi. Ya'ni endi bu yerda faqat xizmat avtomobillari to'xtab turish joyini bildiradi. Ko'p holatlarda davlat idoralari yoki xususiy korxonalarga tegishli shu qoidalarda nima qilish kerak bo'ladi? Amal qilish kerak bo'ladi. Faqat shu muassasaga tegishli transport vositalari uchun to'xtab turish joylarini tashkil qilinishi mumkin. Aynan shunday holatlarda to'xtash va turish joyida umumiy foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini, ya'ni bu yerda qolgan avtomobillarga mumkin emas, faqat xizmat avtomobillariga tegishli bu joy deb bizga ogohlantiradi. Xo'p, keyingisi 726 sun'iy notekislik. Xo'p, sun'iy notekislik yo'l belgisi hozir ko'p to'g'ri to'rtburchak shaklda sun'iy notekislik ramzi shaklida tushirilgan bo'ladi. Ya'ni mana bu yo'l tekis deb kelsak, bu yerda mana sun'iy notekislik tasviri tushirilgan bo'ladi. Endi bu belgi qayerda o'rnatiladi? Sun'iy notekisliklar bo'lgan joylarda, ko'pincha maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldida yoki aholi yashash joylarining ichlarida ham bo'lishi mumkin. Sun'iy notekisliklar qayerda bo'lsa, o'sha joyda o'rnatiladi. Endi aholi yashash joylarida 50-100, aholi yashash joylaridan tashqarida 150-300 metr masofa qiladi.
Ba'zan 1.31 belgisini birgalikda sun'iy notekislik xavfsiz o'rnatish maksimal tezligi ham ko'rsatuvchi 324 yuqori tezlik cheklangan belgisini birgalikda ishlatilishi mumkin. Ya'ni sizga qo'shimcha ravishda tezligingizni pasaytirib borishingizni ogohlantiradi. Endi bular sun'iy notekislar bu asfalt, metall yoki boshqa materialdan yasalgan qavariq jism. Qavariq degani do'ngsakka o'xshagan narsa bo'ladi, o'shanaqa bo'ladi. Agar u orqali yuqori tezlikda harakat qilinsa, transport vositasi haydovchiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun haydovchilar o'zlarining transport vositalarining tezligini kamaytirishlari kerak bo'ladi. Bu yerda mana xo'p, to'xtab turish taqiqlangan, sun'iy notekislik bor deyapti bu yerda. To'xtab turish taqiqlangan, bu yerda sun'iy notekislik bor deyapti. Haydovchiga qo'shimcha ravishda ogohlantiryapti. Mana sun'iy notekislik bor, piyodalar o'tish joyi bor deyapti. Bu ham endi xuddi shunday 50-100, 150-300 metr masofada o'rnatilishi mumkin. Agar shu belgi mana bunaqa shaklda bo'lishi mumkin yoki bunaqa oq-qora chizilgan bo'lishi mumkin. Agar shunaqa qilib chizilmasa, soya, qorong'i joyda haydovchiga ko'rinmaydi bu. Haydovchi agar shu yo'ldan birinchi marta o'tadigan bo'lsa, bu sun'iy notekislik bilmay, shu sun'iy notekislikni qurgan odamlarga sha'niga yaxshi so'z aytmaydi baribir. Shuning uchun belgilab ketish kerak sun'iy notekisliklar qo'yadiganlar. Iltimos eshitadigan bo'lsalaringiz belgilab ketingizlar. Shunaqa qilib rang bilan, oq-qora rang bilan. Xo'p, qo'shimcha axborot belgilari qaysi belgilar birgalikda joriy etilsa, bevosita shu belgi tagida joylashtiriladi. Xo'p, 722, 724, 713 qo'shimcha axborot belgilari qatnov qismining, yo'l yoqasining, trotuarning tepasida o'rnatilgan belgilarning yonida joylashtiriladi. Vaqtincha ko'chma tirgakdagi va doimiy belgilar ma'no jihatdan bir-biriga zid kelgan hollarda haydovchilar vaqtincha o'rnatilgan belgilarga amal qilishlari kerak. 1.8, 1.15, 1.16, 1.31, 1.17, 1.81, 1.83, 1.21, 1.30, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.11, 3.16, 3.18, 3.18 va 3.25 yo'l belgilari vaqtincha yo'l belgilari sifatida belgilanishi mumkin. Vaqtincha yo'l belgilari sariq rangda bo'ladi. Xo'p, shunaqa bugungi mavzumiz tugadi. Qo'shimcha axborot belgilari umumiy shular edi. Agar sizlarda qo'shimcha savollar bo'lsa, agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada savollaringizni yozishlaringiz mumkin. Umumiy savollarni bitta qilib keyingi videolarda nasib bo'lsa birga savollarga javob berishga harakat qilamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilingizlar, yo'llarda yo'l qoidalariga amal qilingizlar va keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling, yo'l harakati qoidalariga amal qilingizlar. Xayr va salomat bo'lingizlar.